Do'stlar, Toshkent shahar Yashnobod tumani golf maydonini oldi. Yangi O'zbekiston bog'i yo'nalishida mana shunday radar turibdi. Bu yerda 60-300 metr oldin u yerda znak ham turibdi. Rosa ko'p avtomobillar mana shu yerga radarga tushyapti. Endi mana bunisini ko'rsatish mumkin emas, chunki u yerda dannilar avtomobillar haqida. Tez haydayapti o'rtoqlar, tez haydamanglar. O'z Toshkentda radarlar bosib ketgan. Mana u tomondan kechasi chiqib mana shu radarga tushib turibdi. Bu lochin ko'z uncha-muncha radarlar ushlamaydi. Buni chunki orqaga, agar oldiga bo'lganda ham radarlarning nuri borib, ana elektromagnit to'lqini borib ushlardi. U tomonga qarab rosa ko'p elektromobillar narusheniya qilib o'tib ketyapti. Do'stlar, Toshkentda radar bosib ketgan. Sal sekinroq yuramiz. Mana Mashkobod aniq tushdi, chunki bir 100 atrofida haydab o'tib ketdi mana shu radarni atrofidan, oldidan. Do'stlar, ehtiyot bo'lamiz. Yana bir bor qaytaraman. Mana bu Matizam tushadi. To'xtang, radar turibdi desa. Tez o'tib ketdi. Ochiqchasiga turibdi, rosa ko'p vaqt. Mana bu Nexia uchun menimcha tushdi. O'sha Toshkent shahardan chiqqanda mana bu yerda golf maydoni mostdan tushgandan keyin znak turibdi. Bu yer esa Yangi O'zbekiston bog'i tomon. Toshkent shahar bo'ylab 13 ta mana shunaqa mobil radar komplekslar ish olib boryapti. O'rtoqlar, ehtiyot bo'lamiz. Bundan tashqari tepalarda ham radarlar qo'yilgan hozir.